Samkoch yo'lining ustidan 4 xonali kvartiramiz bozorga chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli dizayndagi mebellar. Oshxona qismidamiz. Stralniy mashinka, xolodilnik, kachol o'rnatilgan. Kvartiramiz 100% chopli pol. Bu yerda esa birinchi sanuzulimiz. Dushovaya kabinkasi ham bor. Bu yer zalimiz, chiroyli kartinalar, yangi divanlar, katta televizor o'rnatilgan. Bu yer esa hol qismimiz. Holni hisoblasak 5 xona bo'lyapti aziz do'stlar. Bu yer esa bolajonlar uchun yotoqxona, chiroyli mebel, divan o'rnatilgan. Planirovkasi juda ham zo'r kvartiramizni. Bu yer esa kattalar uchun yotoqxona. Bu yerda ham chiroyli mebel, divanlar o'rnatilgan. Yana bitta fishkachasi yotoqxonaning ichida yana bitta sanuzul opchi. Bu yerda esa yana bitta xonamiz. Bu yerda yana bitta xonamiz, mana ko'rishingiz mumkin. Spalni qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Chiroyli laminatlar o'rnatilgan kvartiramizda. Kvartiramiz Samkoch Detskiy domning yonida, 4-etaj, 102 kvadrat. Kirpichli domimiz, narxi esa 107 ming AQSh dollari.